ozgina baribir bor, hali bor. Xo'sh, o'yindan ko'nglim to'lmadi masalan meni, shaxsan men muxlis sifatida shu vatanimizni asosiy jamoasiga jon kuydiradigan inson sifatida ochig'i bilmadim, bunaqa o'yinlarda ko'proq improvizatsiya qilish kerak. Biz baribir o'tgan o'yindagi o'sha ba'zi bir yengilliklarimizga bog'lanib turibmiz, o'sha narsani sinayapmiz. Ya'ni bu o'sha standartlarga. Standartdan gol urish bu har doim ham samara beradigan bir yo'l emas, vosita emas. Ko'proq o'sha aniq-tiniq qanaqadir xatti-harakatlarga borishimiz kerak. Markazdan yoki shu kombinatsion hujumlarimiz juda ham kam urinib ko'raverishimiz kerak. U albatta o'xshaydi degani emas, lekin urinib ko'raverishimiz kerak, yugurishimiz kerak va bizda o'sha zaxiradagi o'yinchilarimiz, kuchga to'lib turgan o'yinchilarimiz ko'p. Birinchi taym o'zida menimcha o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin edi. Bilmadim, endi bu Kanavaroga beriladigan savol va Kanavaroni doirasidagi savol albatta baribir o'rtoqlik turniri sifatida qilib ko'raverish kerak edi. Har bir o'sha vositani qo'llab ko'raverish kerak edi. Endi Oston juda ham alohida bir ajralib o'yinda o'zini tomonga adyolni tortyapti. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Ertaga bu yo'nalishdagi, bu yo'ldagi, bu xarakterdagi o'yin bilan biz qiynalib qolishimiz tayin. Ne'matov ancha Yusupovdan ishonchli o'ynab turgan edi. O'sha bitta dona yana chiqishdagi xato, Yusupovda ham o'sha chiqishdagi xato juda ham qo'pol edi, aniq qo'pol edi. Sababi ko'pincha darvozabon agar qanotlardan birga bir vaziyatda darvozasini tashlab chiqib ketmaydi. Bugun Ne'matov qanaqasiga orientir ola olmadi, hisob-kitob qila olmadi. Bu ham juda ham katta savol. Buni ustida ishlash kerak albatta. Himoyachilarimiz Husanovni tartibli o'yiniga O'rozov bilan tandemi menimcha yomon bo'lmadi. O'rozov o'yinning oxirida ozgina menimcha hayajonlandi-yu, lekin umumiy olganda hammasi yaxshi. Ana endi hujumchilarimizni ko'pini sinab ko'rmadik, baribir ozgina vaqt berildi. Xullas o'zimizdan ustimizda ishlashimiz kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bu o'yin haqida? Qani birin-ketin hammasini yozinglar, uni ham bir muhokama qilib ko'ramiz. Mana shunaqa sport. Sog' bo'linglar.